Bu voqea Xorazm viloyatining G'azo-Rasp tumanida bo'lib o'tgan. O'sha kun hech qachon yodimdan chiqmagan. Uni ko'zlari, uni nigohi. Welcome to Subhan Studio. Subhan Media. Alo, oyijon, to'ydaman. Nima deysiz? Eshitmayapman. Hozir tashqariga chiqib oling. Voy, qalaysiz? Anosh, yaxshimisan? Qaqqa shoshilib. Hozir 1 minut. Oyim bilan gaplashib olay, kiraman. Bo'pti. Alo, oyijon. Xavotir olmang. Nimagadir yuragim bezovta qoldi. Doktorga ko'ra yurak bilan hazillashib bo'lmaydi. O'tib ketadi. O'rtoq tashqariga chiqib kelyapmiz, kelaman. Xo'p, davay. Bo'pti, ichkariga kirishim kerak. Aha, xo'p. Ey, Voy, kechirasiz. ehtiyot bo'ling. Anaqa. Siz mm. kim ekan bu go'zal qiz? Nigohlari joningni oladi. Kim ekan bu yigit? Qarashlari ko'nglingni elitadi. Ismingiz nima? Ismimni nima qilasiz? Balki taqdirimiz bo'ylangandir. Yo'q. Qayerdan bilasiz? Balki shunaqa to'y sadolari yaqinda ikkimizga nasib qilar. Bilasizmi? Siz menga yoqib qoldingiz. Bad boy. Subhan. Shahnoza. 14 kunlik kelin dramasi. Tanishgan edi u bilan baxtli kunlarni birida. Hech bitta qizni unchalik sevmadim umrimda. O'sha kuni uchratuvdim, hayotda yagonamman. Men o'rtog'imni to'yida. Men esa dugonamman. O'sha kuni uchratdi biza bir-birimizni. O'sha kuni yaratdi 14 kunlik baxtimizni. O'sha paytlari taqdirdan juda ham baxtli edim, chunki uni sevar edim, yo'qotishdan qo'rqar edim. Ko'zlaringizni uzmasdan menga qarab turuvdingiz. O'shanda bir ko'rishda meni sevib qoluvdingiz. Undan bundan qiziqib oxir adresimni oldingiz. Menga ishonsang tez kunda baxtli bo'lamiz dedingiz. Darrov uydagilik yetib, uyingga so'chib qo'ydim. Rozi bo'lsan eshitib, yomon ham xursand bo'ldim. To'y boshlandi karnay surnay yor sadosi bilan. Turar eding ko'z oldimda kelin libosi bilan. Senga zo'r yarashudi oppoq libos yaltirab. Qicham to'y olmadim seni mayus ko'zingga qarab. Uyqudan uyg'onolmay uxlayverardim ertalab. Uyg'otarding shunda meni Jon, deb erkalab. Jonim ey, jonim ey, kechir seni baxtli qila olmadim ey. Yuragim ey, yuragim ey, buncha tez to'xtashingni bila olmadim ey. Sevgini ko'zi ko'r, sevgidan ichim yonibdi. G'ururim undan battar yuragimni yo'qotdi. To'ydan keyin asta-sekin orzularim o'libdi. Yuragimni to'xtashidan armonni ko'ngli to'libdi. Haqiqat kerak joyda bo'lar ekan qo'rqoq, yolg'onni ko'pincha yuzi bo'lar ekan oq. Qanaqa qurilgan ekan bu yolg'onchi hayot. Shuncha yil yashab o'zingdan qoldira olmasang avlod. orqaga qarasam sizni eslatib o'tmish qiyin edi. Oldinga qarasam esa kelajak qalbimni tirnaydi. Qiynalib ketdim axir meni hech kim tushunmaydi. Yig'lama, tepaga qara. O'shanda sana Alloh qo'llaydi. O'lim bu hamma narsadan qutulish emas. Qilgan yaxshi yomon ishlaringga javob berishdir. Sevgi bu ayriliq azobiga chidash emas. Misol yukini bir umr ko'tarib o'ta olishdir. O'shaning uchun bu xat o'qib, o'zingni ko'p qiynama. Bo'lar ish bo'ldi endi, o'tmish shuni to'ylama. Meni kechir asalim, seni baxtsiz qildim bugun. Baxtli yashad o'tgan bo'lsang. Hadi kel, 14 kun. Jonim ey, jonim ey, kechir seni baxtli qila olmadim ey. Yuragim ey, yuragim ey, buncha tez to'xtashingni bila olmadim ey. Tashlab ketgim kelmadi, yolg'iz sen o'zingni. O'lishim etsam yig'lar eding yoshga to'ldirib ko'zingni. Nima qilib qiynar edi yuragimdagi og'riq. Bilar edim bu dunyoda yashamas edim ortu. O'sha og'riq qiynar edi yuragimni shu qadar. Senga etsam yig'lar eding yoqmas edi shum xabar. O'zim bilib ichim bilib yururdim dardimni. Hech qiynagim kelmadi jonga yaqinlarimni. Boshida jonim seni yomon ko'raman deb ustimdan kulib bag'ringizga bosdingiz. Oxirida esa seni yaxshi ko'raman deb 14
qator kundan keyin meni tashlab ketdingiz. Men ertalab turganimda 16-mart kuni urush o'zgardi birdan xastagina yuragim. Bilar edim o'sha kuni dunyoni tark etardim. Nima qilay etsam seni yomon qiynab ketardim. Mendan rozi bo'l jonim, senga yetolmay ketdim. Seni yig'latmaydi dardim ichimga yutdim. Shu xatim o'qi jonim dunyodan ketganimda 14 kunlik kelin eding olamdan o'tganimda. Jonim ey, jonim ey, kechir seni baxtli qila olmadim ey. Yuragim ey, yuragim ey, buncha tez to'xtashingni bila olmadim ey. Jonim ey, jonim ey, kechir seni baxtli qilolmadim ey. Yuragim ey, yuragim ey, buncha tez to'xtashingni bilolmadim ey. Jon, o'g'limiz sizdan yodgorlik